Bu adamның аңы saviyasi tuvalligan siri, sapa tuvalligan siri osh ishni dunyoda birdan bir ishlab qaraydi. Ayolmi shunda da qaraydi, ermi shunda da qaraydi. Mana bu nima desa, bu nihoyat ichinishlik bir ish. Аңы saviyan yuqur bo'lgan siri hayotda uningdan ma'nilik, uningdanmi go'zal, uningdanmi xushal, nurg'un ishlarni sen ko'zingda ko'rganda, bilganda, ondan buning undoq muhim emas ekanligini bilsa. Nimish odam buning qilqaldi? Chunki uning hayotida hech qanday ma'no yo'q. Faqat bir dobaam bilan mingisini g'idiqlashdan keladigan bir xil eng azan huzurdan boshqa, u bir go'zal huzurlarni tetib boqmag'achqa, u eng azan huzur uchun eng oxiri shuni bilan tugaydi. Kesel bo'ladi, yuqumliq kesel bo'ladi, eng oxiri yomon bir ichinishlik ahvolda hayot. Chunki sen hamon unda qilolmaydigan bir holat kelsan-ku, u vaqt qanday qilsa? Qara. Nurg'un 60 kishigan, 70 kishigan. Oshimo hamda hayot boshi yo'q, yana birimiz izlab bunda qilib, oshunda bulab ulab qilayotgan nurg'un. To'g'ri. Bir o'ylamda o'ylasam adam unda ish deganni qancha qilmasang shuncha ish. Gapimisan bo'lsin. To'g'ri, to'g'ri. Qancha qilmasa shuncha ish. Bu u odamning bag'an siri hayotda nurg'un oladigan huzurni jiqliqni ko'rdi. Buning kirishib olganining naq hayot uningdan boshqa hech qanday huzurning yo'qligidan iborat bir ojiz ahvol chiqib qolgan. Hatto ba'zi erlar shu tufayli divonlab ketmasmi? Yolvurib chiqadi. To'g'ri. Obyektlar aldık. Mesela bu adamdaki en mühim enerji. Hayat enerjisi. Demek bu enerjininki taqsimlanishi to'g'ri olmadi degan gap. Buning hozir 90%'i muşning markazlashgan bo'lsa, 10% energiya balki hayotga ana vazir qilayotgan bo'lgan go'zal ahamiyatlarga yetishmasligi. U o'zi bilan o'zi huzurlanyaptimi? Qarish taraf Bekmendan rozi bo'lib deb o'zini aldatdi-ku. Amaliyotda huzurlanmaydi, hayotini xajlatdi bu. Sen pul deganda topa olaysan, xajlasang yan topa olaysan. Hayotingni bir xajladan uni o'rni to'liqlanmaysa, hayotingni xajlab tug'itib borsan degan bir ish. Bu bo'lmasa kerak emas, bo'lish kerak, muvaffaqiyat. Bayatda dedi-ku. Mana yig'ilib, teshib ketgan. To'g'ri. O'z tabiiy narsa. Bu yana hayvonlarda yana nochida hayvonlar yana nochi emas. Uning pastli enak. Pastli enak, qaytimi enak hatta degidek. Ani sutimi? İnsanlardan neçesi yuqori. İnsanlarning soni jiq. Sutimi yo'q, hech nimasi yo'q. Ang oxirimi shunday qilib, haliq bir sunukon chiqadigan, haliq bir nuchik oldigan xotindekchi, mana shunga o'xsha badan butunlay nima qolmagan, bir hayotiy energiya qolmagan gap. Shu yanla bu jat hayvonlar, ya'ni bizning ilg'orlab